Assalomu alaykum, Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugünimiz Andijon viloyati Asaka tumani Navbahor 28-uydamiz. Xudo xolasa akalar, o'rda jo'jalarni so'raydigan akalarimiz rosa ko'p edi. Xudo xolasa jo'jalardan ham chiroyli qilib beramiz. Jo'jalarning narxlarini 7000 so'mdan chiroyli qilib beryapmiz. Aqllar, o'rdalar go'sht yo'nalishdagi kimga zarur bo'lsa pastda nomer qoldiramiz, chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Faqatgina 100 ta, 200 ta, 300 talar sotamiz, 10 ta, 15 talar sotmaymiz akalar. Shuni inobatga olib qo'yasizlar degan umidamiz. O'rdaklarimiz tug'ayotgan holatda ko'rib tuxumlarini ham oyoqlarda ham ichkarilarda yotibdi o'rdak tuxumlari. Buni chiqaramizmi o'rdaklar? Chiqaringlar. Chiqaring. O'rdaklarni hozir tashqariga chiqaramiz. Holatda ko'rasiz. Bu o'rdaklar aqlli o'rdaklar o'ta sustri bo'ladi. Vaqtini biladi, ko'ribsizmi? Mana vaqti bo'lgani uchun shaytonlar chiqaryapti, aqllar. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar degan umiddaman, hurmatli obunachilar. Bir bosatdan ketishyapti. Bu o'rdak biznesi ham yaxshi biznes. O'rdakni go'shtini yeganlar bo'lsa, kommentariyada fikrini qoldirsin. Yana bitta sizlarga ma'lumot olib qoladi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, o'rdak tuxumi yerda turibdi. Yerda turgan hisobiga buni inkubatorga qo'ysa ochadimi yo ochmaydimi? Nima deb o'ylaysizlar, hurmatli obunachilar? Shuni biladiganlar bo'lsa kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Ko'rib turibsizlarmi? Ko'pchilik aytadi, suvga tegsa inkubatorda ochmaydi bu tuxumlar deyishadi. Lekin men ham buni unchalik tushunmayman. Men soham tovuq sohaligi uchun unchalik bilmayman. Ko'ryapsizlarmi? Tuxumlar hammasi yerlarda yotibdi. Millionta. Joylarni ham ko'ryapsizlar, tuxumlari o'ta serob. Bu tuxumlarni inkubatorga qo'ysa ochadimi, ochmaydimi? Suv tegib qolgan, nam tegib qolgan, boshqa bo'lgan. Mana tuxumlar qaranglar. 1 millionta tuxum bor deyapti. Tuxumlarni ham sotamiz, kimga zarur bo'lsa tuxumlarga ham aloqaga chiqa olasizlar. Jo'jalarini 7000 so'mdan qo'yamiz bir kunligini. Rosa ayni payti. Tuxumni qaranglar, serobligini, hurmatli obunachilar. Nima deb o'ylaysizlar? Shu balchiqda turgan tuxumlar ochib chiqadimi, ochib chiqmaydimi? Kim bilsa kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Hozir Andijon qora jo'jalarimizni onalarini oldiga kiramiz, xudo xolasa. Onalari ham holatlari idealni, mana ko'rib turibsizlarmi? Qop-qora tiniq holatda turishibdi. Xudo xolasa to'g'ri oldiga kiramiz. To'g'ri ham kamida 1,5 kilo. Hurmatli obunachilar, masalan, qop-qorasidan xolaganlar uchun qop-qorasidan qilib beramiz. Boshqachasidan olaganlar uchun boshqachasidan qilib beramiz. Ko'ryapsizlarmi? Joy talash. Tuxum tug'ishga joy talash. Bu to'g'ri tug'ami deganlar uchun albatta tug'adi, ko'ryapsizlarmi? Mana joy vashim talash. Faqat challari ham to'g'ri. Bu challik hisobi bu xo'roz kattaligini hisobiga iloji yo'q. Patlar to'kilib ketib qoladi. Xo'roz ancha katta bo'ladi. To'g'rilar tuxumda, xudo xolasa. Kimga zarur bo'lsa, pat to'kilganlarini 80 ming, 90 mingdan qilib beramiz. Qanaqa tim qoralarini 120 ming so'mdan qilib beryapmiz, xudo xolasa. Yana ham chiroylilari yoshroq bo'lsin desiz, yana ham chiroyliroq yoshlarini, mashtaqalarini, tim qoralarini 125 ming so'mdan o'ta chiroyligini tanlab olishga 125 ming qilib beramiz. Ko'ryapsizlar, tuxum holati idealni, u tug'ib yotibdi hammasi. Tuxumlarini qo'yib, ochirib, yotibdi o'zimizdan jo'jalarni sotyapmiz. Inshaalloh kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqa qilsanglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz ham bor. To'g'larimiz tuxumda. Idealni tuxumlarni bir qator terib olganmiz. Tuxumlari 60-70% dan balandda mana. Tuxumlarni ham bunaqa mayda tuxum emas. Xudo xolasa 8 oylik variant. Mashaqalarni chiroyli qilib, eng chiroylilarini tanlab olishga 125 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, holatlari idealni.